Hop, qadrli o'quvchilar, bugundan boshlab biz xudo xolasa xaritani o'rgana boshlaymiz. Hop, xarita bizga juda kerakli, chunki tarix fanida xaritadan deyarli milliy sertifikatda doimo savollar, test savollar tushib keladi. Biz shuni demak xaritani qanday o'rganish, qay tartibda bajarish va qay tartibda oson o'rganish mumkin. Hop, deyarli bolalar shu o'quvchilarimiz o'zi deyarli yarmidan ko'pi xaritani deyarli bilmaydi va xaritani o'rganishda qiyinchiliklarga duch keladi. Xarita qanday o'rganiladi? Hozir sizlar bilan bir-ikkita qismlarni ko'rib o'tamiz. Qani unda ketdik. Avvalo Play Marketga kirib olamiz va Play Marketga Seterra deb yozib olamiz. Menda tayyor, bu cho'zib shart emas. Hop, ilova chiqadi, shu ilovani tortib ichiga kiramiz. Chunki bu ilovada biz o'rganishimiz uchun deyarli hamma narsa bor. Mapni bosamiz. Hop, bizga hozir misol uchun Osiyoni ko'ramiz. Birinchisiga kiramiz, Osiyo davlatlari va davlatlari. Hop, bunda biz nima qilsak bo'ladi? Bu ilovada biz ballar yig'ib, o'zimiz darajamizni aniqlab, qanchalik ekanligimizni bilib olishimiz mumkin. Davlatlar dedim, misol uchun mana O'zbekiston hozir bu endi bu tarafda chegaradoshi, bu katta chegaradoshi kim ekan degan savol tug'ilishi mumkin. Ustiga bitta bossanglaring Qozog'iston. Hop, yana mayda deyarli o'zini Toshkent, Andijon, Namangan chegaradoshimiz bu Qirg'iziston va uning yonida Tojikiston. Qashqadaryo, Sirdaryo hududiga tutash hududda esa Afg'oniston hududi joylashgan. Hop, tagimizda esa Turkmaniston. Tevamiz doimiydek Qozog'iston bo'ladi. Hop, bu ilovada deyarli ko'p narsalarni topib, misol uchun kerakli narsalarni, ilovalarni topish mumkin. Malayziya, misol mana Yaman, Rossiya topsalaring rasm o'zgarib boradi, chunki biz o'rganib borishimizda juda asqotadi. Bu ilova juda kerakli ilova hisoblanadi. Hop, Xitoy topamiz. Xitoy mashina bo'lishi kerak. Birlashgan Arab Amirligi demaydi. Birlashgan Arab Amirligi, Kuvayt. Kuvayt, Janubiy Koreya bu yoqda bo'lishi kerak. Janubiy Koreya. Janubiy Koreya, Saudiya Arabiston. Saudiya Arabiston, Turkmaniston. Sharqiy Timor. Shuna xarita deyarli o'zgarib boradi. Buni to'ldirib o'rganishga vaqt anchagina ketib qoladi. Shuning uchun chiqish qilamiz. Va keyingi demak poytaxtlarni ko'ramiz. Davlatni ko'rdik, poytaxtlarni ko'ramiz. Biz bunda ballarni yig'ib, doimiy natijalarimizni ko'rib borsak bo'ladi. Hop, mana poytaxt. Astana bu Qozog'iston hisoblanadi. Qozog'iston. Astana. Astana Qozog'iston emas. Qozog'iston mayda, Qozog'istonda. Daka bu mashina bo'lishi kerakmidi? Hop, qani Daka shu yerda ekan. Daka, Kantumati, Manali, Dehli. Bular shunaqa qilib poytaxtlarni topish mumkin. Bunda bizga nima qiladi? Hop, tevasida kirganimizda bizga davlatlarni ko'rsatdi, ya'ni davlatlarni xarita shaklida qizil, sariq ranglarda, har xil ranglarda chiqardi. Chunki bizga o'rganishimizga va ranglarni eslab qolishimizga osongina o'zlashtirishimizga yordam beradi. Ikkinchisi poytaxtlar, uchinchisi Osiyo shaharlari. Hop, Osiyo shaharlarini bosamiz. Bunda ham shu tartibda bo'ladi. Hop, Osiyo Dajakart qayer? Dajakart bu yerda ekan. Dajakart ustiga bosamiz. Koltaga, Singapur, Vyetnam. Koltaga, Bishkek bu Qirg'izistonda bo'lishi kerak. Bishkek, Tayben Xitoyda bo'lsa kerak. Pekin, Tayben, Shanxay
Qayerda? Shanxayga, Xitoyda shekilli. Sangya Gonka, mana shu yerda bo'lishyapti. Manali. Vyetnam, Bag'dod, Bag'dod qayerda bo'lishyapti? Bag'dod, Suriyada. Ha, Ul-Battar, Yerusalim, bu Misr. Bakuk, Ul-Battar, Dehli, albatta Hindiston. Pxenyan, Xitoyda bo'lishyapti. Xanyon, Seul, Tokio, Hanon, Yerusalim, Delhi, Misrda. Mumbai, Xitoyda. Makka endi Saudiyada. Manali, mayda. Mardars, Dhaka, Vyetnam. Mali qaydaydi? Mani, Tokio, bu yer. Tokio, Osaka, Dhaka, Hochimochi, Pekin, Tehron, bu albatta Eron. Tehron, Madaris, Hindistonda. Baku, qayerda ekan Baku? Mana shu yerda bo'lishyapti. Bangkok. Bizda qaysi qoldi Bangkok bu yer bor. Singapur, Seul. Mana biz deyarli bundan ham o'tdik. Open. Endi qaytamiz yana. Hop, shu davrda mana o'zi belgilab boriladi. Qaysi shaharlar Shimoliy Osiyo, xullas xaritalar deyarli qaytarib o'rta. Biz hozir Osiyoni ko'rdik. Mana Osiyada siz qanchalik foiz, qanchalik to'g'ri bajarganlaringiz haqida bu yerda mashqlar olib boriladi. Hop, keyin so'z Amerika bor. Janubiy Amerika davlatlarining poytaxti, demak, Janubiy Amerika davlatlariga Argentina, Boliviya, Braziliya, Chili 13 davlat kirar ekan. Chili, Ekvador, Gana, Kolumbiya, Peru, Surinam, Urugvay, Venesuela, Fransuz Gvianasi. Hop, shular xullas shuna ilovalar davom etib o'z bilimingizni oshirsangiz bo'ladi. Hop, bundan tashqari yana bizda ilova o'zimizda oddiy xarita map orqali o'rgansak ham bo'ladi, lekin bunda biz qiynalamiz. Chunki bizda bunda qaysi Osiyo qit'asi, qanday qit'aligi aniqlay olish qiyin bo'ladi. Chunki biz hali boshlang'ichmiz, lekin bunda oldimizdagi chegaradosh hudud, misol uchun Suriya, Saudiya, xullas qo'shni chegaradoshlarimizni yodlab olish uchun oson bo'ladi. Hop, bugungi darsimiz shulardan iborat. Sizlar bilan Sardorbek Abduvaliyev. Keyingi darslarda ko'rishguncha bizning kanalimizga doimo obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'yayotgan videolarimizga like bosish esdan chiqmasin. Hop, xaritada kerakli qo'llanmalar kerak bo'lsa kommentariyaga, ya'ni shu video ostiga Telegram linkini tashlab qo'yaman. U yerda sizlar o'zlaringizga kerak bo'lgan xaritalarni tayyor rasm shaklida, PDF shaklida chiqarib olishlaring mumkin. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha